Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Toshkent viloyatining Qibray tumanidagi to'yda turli xil rusumdagi 9 ta transport vositalari avtomobil yo'lida guruh-guruh bo'lib harakatlanib, boshqa harakat ishtirokchilarining erkin harakatlanishiga to'sqinlik qilgan. Turli xil manyovrlarni amalga oshirib, yo'l bezorligini sodir etgan. Hozir shu haqda. Biz 16-sentyabr kuni og'aynimizning to'yida kortejda guruh bo'lib harakatlandik. Bu qonunga xilofligini bilmadik. Bu bo'yicha bizga tushuntirishlar olib borishdi. Xursandchilik ketidan shunaqa oqibatlarga olib keldi. Qolganlarga maslahat bermaymiz buni. Qilgan ishimdan pushaymon. Boshqa qaytarilmaydi bu voqea. 16-sentyabr kuni og'aynimizning to'yida guruh bo'lib harakatlandik. Bunaqa harakatlanish mumkin emasligini bilmagandik. Qilgan ishimizdan uzr so'raymiz. Bu ish boshqa qaytarilmaydi. Ushbu holat bo'yicha barcha ishtirokchilarga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 prim 10, ya'ni yo'l bezorligi va 129-moddasi guruh bo'lib harakatlanish huquqbuzarliklarini sodir etganliklari uchun ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Qibray tuman sudiga jo'natildi. Kuni kecha Qibray tumanida bo'lib o'tgan sud jarayonlarida 9 nafar haydovchilar transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yil muddatga mahrum qilinib, qo'shimchasiga bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobarida jarima jazosi qo'llanildi. Hurmatli haydovchilar, xulosa o'zingizdan. Bunday qoidabuzarliklar uchun jazo muqarrar. Nigora Elmurodova, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.